Bu mana shu yerda universitet ko'rinyapti. Siz uchun universitetni orqa tomonda xalq tili bilan Rublyovkadan shunaqa uchastka topib qo'ydim. 308 to'da ko'tarilgan. Biz turgan joyimiz hozir 3-etaj. Penthouse qismi. O'zingiz xohlasangiz agar ustini yopib olib, o'zingizga qanaqa qulay taxlab olishingiz mumkin. Har bitta etajimiz 200 kvadrat atrofida podval 1-chi, 2-chi va 3-chi etaj penthouse qismimiz. Keling siz uchun obzorini papasini qilib beramiz. Qani bismillah. Keling. Mana bu lestnitsalarimizni ko'rsangiz, bu yerga dekorativni ishlovlar berishingiz mumkin. Bu rayonni bilasizlar, bu rayonda bironta 1 etajlik uchastkamiz yo'q. Hammasi 2 etajlik, haybatli, hashamatli. Bizda turgan joyimiz 2-etajga zinadan chiqish joyi, 3-etajdan tushish joyi, mana shunaqa shundan keng hol qismimiz. Oqlab shaklovkadan chiqarib qo'yganlar, bir soy o'zingiz uchun rodman palvanni urib, taxlab kirib yashashingiz mumkin. Mana bu yerda xohlasangiz 2-zal, xohlasangiz agar agromli, katta spalni xona qilish imkoniyatiga egasiz. Bu bizning 2-etajdagi 1-xonamiz bo'lyapti. Bu yerda общий sanuzel xonamiz, o'zingizga nisbatan qarab taxlab olaverasiz. Bu yerda yana bitta spalni xonamiz, o'zini sanuzel xonalari bilan proyektlaringizni o'zingizga qarab taxlab olishingiz mumkin. Elektromontajlar bo'lgan. Bu 2-etajdagi 2-xonamiz edi. Mana bu yerda esa 2-etajdagi 3-xonamiz. Juda katta shinam patologlari baland. Adashmasam 3,5-3,70 chiqib qoladi. 3 ta derazalar tushgan. Plast romlardan o'rnatilgan Engelbergdan, bularni bilsangizlar bilasizlar. Aquaplast Engelberg. Mana bu 1-etaj tushishimizda ba'zi bir joylarda Engelbergning yaxshi romlari, ba'zi bir joylarda Aquaplast ishlatgan ekanlar. Mana bu bizning 1-etajimiz. Juda shinam, keng, hol zal qismi. Xohlasangiz agar mana shu joyni katta qilib, zal qilib olishingiz mumkin o'zingiz uchun. Adashmasam bunaqasi bir 15 metrga 6-7 metr chiqadi. Juda katta, juda ham shinam, keng, o'ynali uchastkamiz. Uglovoy bo'lyapti. Kottejimiz juda yaxshi sifatli qurilgan. Mana bu yerda esa bizning 1-etajdagi xohlasangiz oshxona, xohlasangiz zal. O'zingizni tabbizga taraf planirovka qilishingiz mumkin. Bu kottejimizning, uchastkamizni muhim tarafi shu. Mana bu panoramani qarang. Prosta shikarniy vidni berib turadigan panorama. Mana bu yoqdan ham kirish xodi bor. Kalitini topolmabdilar, hozir chiqolmaymiz. Dekorativniy ishlarni berib, bitta remont qilib yashasangizlar maza qiladigan joydan. Mana bu yoqda asosiy kirish xodimiz, bu yoqda garderobli zona. Mana bu yoqda 1-etajdagi sanuzelimiz bo'lyapti. Siz uchun hozir podvalni ham ko'rsamiz. Podvalni ham juda zo'r taxlangan. Patologlar baland, proshni qilib qurilgan. Narxi kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha kuting. Mana bu yoq bizning podval qismimiz. Podval qismimiz ham shunday keng, katta xohlasangiz o'zlaringiz uchun trenajyorniy zal, bilyardniy zona, o'zingizga qaysi bir qulay bo'lsa, o'shani qilib olishingiz mumkin. Bemalol podvalimiz ham bemalol yayrab yuradigan joylar. Shunaqa katta qilib qurgan ekanlar, maza qilasiz. Mana bu yoqda katyolniy zona uchun joy. Ko'rsatib o'ting. Mana bu yoqda esa podvaldagi sanuzel o'zingizga qanaqa qilib kladovka qilib ishlatishingiz mumkin. Kimga qanaqa qulay bo'lsa. Mana bu yoqdan podvalimizdan hovli qismiga chiqdik. Hovli qismimiz ham juda shinam, keng. Buni qarang. Mana o'rtada zeleniy zona. Mashina qo'yish uchun bemalol 3 ta 4 ta sig'adigan joy. Xohlasangiz mana bu yoqda tapchani zona qilib taxlab olsangiz bo'ladi. Letli kuxnilar uchun taxlash uchun ham sharoitlar bor. Qisqacha qilib aytganda, mana bu uyimizning fasad qismi. Uchastkamizning yer maydoni 308 tuq. Mana shunaqa qilib 3 etaj plus podvallar bilan qurilgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu qurilish uchun qancha rasxod qilingan? O'zi bu rayonni 1 tuq yer maydoni 30 ming, 25 ming dollar atrofida. 4 tuqni hisoblasangiz ham 3 pashta 120 ming, 150 mingni tagiga borib qolyapti yerini o'zi. Undan tashqari mana shuncha narsani qurib qo'yib, tayyor qilib qo'ydilar. Siz kelasiz, prosta uzorlarini qilib yashasangiz bo'ladi. Narxini kutib qolgan bo'lsangiz 245 ming dollarga baholadik. Yana savdo qilish uchun zazori bor. Pastda nomer qoldiraman, tezda aloqaga chiqib barakasini olinglar.